Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi mijozimiz 3 xonali xonadonda boshlang'ich to'lovsiz Ramazon aksiyasida 68 million chegirma bilan xonadon xarid qildilar. Assalomu alaykum Muazzam xonim. Apa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizga mana bu xonadonlarimiz ma'qul keldimi? 3 xonali xonadon xarid qildingiz Judayam hozir bizdan. xursand bo'ldim, ma'qul keldi. Bizdan boshlang'ich to'lovsiz xonadon xarid qilib olsa bo'larkanmi? Bo'larkan. Men ishonmagandim. Keldim, ko'rdim, tanishdim, hamma narsani ko'rdim. Birdan shartnoma qilib Sizga bu xonadonni, bu planirovkalari, tuzilishlari yoqdimi? yoqdi, juda ham Joylashuvlari. Juda ham yoqdi. Ma'qul hammasi, zo'r uylar. Kelinglar, olinglar, tavsiya qilaman. Muazzamxon opa, qarang, aynan nega bizni tanladingiz? Ya'ni Elite Building Orifon loyihasini tanladingiz. Chunki ko'rganman avval qurgan uylaringni. Yana bir ikkita joylar, firmalar borib ko'rdim. Juda ham ulardan boshqacha, hamma narsasi boshqa, qurilishlari. Ko'rganman avvalgi uylaringni. Ya'ni shu avvaldan bilganingiz uchun, Avvaldan bilaman, ha. ishonchli bo'lgani uchun xarid qilyapsiz. Ha. Tabriklayman Muazzamxon opa, ya'ni bardavom bo'lsin, Rahmat. yana davom etsin, xonadon Aytganingiz xaridingiz. kelsin. Ya'ni bu aytib o'tdilar, bizdan yana do'kon olaman deb aytib o'tdilar. Ha, inshaalloh Sizga qurilsa o'zim do'kon qilib beraman. Xudo Pastidan xohlasa. magazin ham olaman bitta inshaalloh. Tabriklayman opa. Katta Muborak rahmat. bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat. Ishlaringga Rahmat, omad. opa. Salomat Kelinglar, bo'ling. olinglar, tavsiya qilaman hammaga. Rahmat.